Birlashgan Millatlar Tashkilotida ko'p sonli davlatlarning noroziligiga uchragan. AQShning eng sodiq do'stlari hatto Falastinni mustaqilligini tan olayotgan bir vaziyatda Isroil boshi berk ko'chaga kirib qolganini hamma tushundi. Vaziyat tobora murakkablashib borayotgan bir paytda Netanyahu Tramp bilan yuzma-yuz uchrashib masalaga oydinlik kiritishi shart edi va bu sodir bo'ldi. Netanyahu bilan uchrashuvdan oldin Trampning musulmon davlatlar rahbarlari bilan ko'rishgani, g'arbiy sohilni Isroil anneksiya qilishiga yo'l qo'ymayman deya chiqish qilgani go'yoki Isroilning popugini pasaytirishdek ko'rindi. Aslida real vaziyat qanday? Kutilganidek dushanba kungi ikki rahbarning uchrashuvdagi asosiy mavzu G'azo bo'ldi. Tramp Falastinda tinchlik o'rnatish haqidagi rejasining muhokamasi ijobiy yakunlandi. Endi bu ijobiylik amaliyotga ham tatbiq etilsa bo'lgani. Trampning Falastinda tinchlik o'rnatish bo'yicha rejasidagi asosiy e'tiborli bandlar bu Falastinni davlat sifatida qurishga tayyorgarlik ko'rish, Isroilning harbiy harakatlarini yakunlash va G'azodan askarlarni olib chiqib ketish, Hamas G'azoni tark etishi, Isroil va Hamas o'rtasidagi asirlar almashuvini oxiriga yetkazish kabilardir. Agar bu reja to'liqligicha hech qanday aldovlarsiz amalga oshirilsa, Falastin yana tinch hududga aylanishi mumkin. Ammo Trampning taklifini osongina qabul qilgan Netanyahu Isroilga qaytgach tinch o'tira olarmikan? Hamma muammo ana shunda. Donald Tramp hamda Benyamin Netanyahu matbuot anjumanida ishtirok etarkan AQSh prezidenti Isroil bosh vaziriga taklifni qabul qilgani uchun minnatdorchilik bildirib o'tdi. Bu kunni Yaqin Sharqda abadiy tinchlik deb atash kerakligini aytdi. Shuningdek, Falastinda tinchlik o'rnatilishida katta hissa qo'shganlarga tashakkurnoma aytarkan, Turkiya, Indoneziya, Pokiston va Yevropa rahbarlariga minnatdorchilik izhor qildi. Bir-birini so'zsiz tushunib kelayotgan ikki qadrdonlarning fikri Falastin boshqaruviga kelganda bir xil bo'lmadi. Trampning rejasiga ko'ra hech qanday siyosiy fraksiyaga aloqasi bo'lmagan texnokratik rahbariyat urush tugagandan keyin G'azoni boshqaradi. Bu rahbariyatni Falastin xalqi emas, balki tinchlik rejasining amalga oshirilishini nazorat qiluvchi yangi xalqaro tashkilot tanlaydi. Tramp uni Tinchlik kengashi deb nomlamoqchi. Biroq Netanyahu boshqa fikrda ekanini ochiqladi. U Isroil yaqin kelajagi uchun xavfsizlik mas'uliyatini o'zida saqlab qoladi dedi. Shuningdek, G'azoni Hamas ham, Falastin ma'muriyati ham boshqarmaydi. Isroil bilan haqiqiy tinchlikka sodiq bo'lganlar tomonidan boshqariladigan tinch fuqarolik boshqaruvi bo'ladi deya qo'shimcha qildi Benyamin Netanyahu. Garchi bu variant Trampning G'azoning uzoq muddatli boshqaruvi haqidagi rejasiga zid bo'lsa-da. Matbuot anjumanida har ikki spiker Hamas taklifini rad etsa nima bo'lishini aytib o'tishdi. Trampning fikricha bunday ehtimol ham yo'q emas. Agarda Hamas tinchlik taklifini qabul qilmasa, AQSh Isroilni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Qanday yo'l tutishidan qat'iy nazar. O'z o'rnida Netanyahu ham Janob prezident, agar Hamas sizning rejangizni rad etsa, Isroil bu ishni o'zi bilganidek tugatadi deya tasdiqladi. Xulosa qilib aytganda, Tramp va Netanyahuning bu safargi uchrashuvdagi asosiy mavzu yana G'azo bo'ldi. Tramp yana tinchlikni va'da qildi, Netanyahu yana roziman dedi. Asl natija esa qanday bo'ladi? Buni vaqt ko'rsatadi. Voqealar rivojini esa yoshlar ovozida kuting.